hozir bilamiz, student vizalarida ham juda ko'p tur bor, ya'ni kasbiy ta'lim, til kursi, bakalavr, magistratura, PhD dasturlari bor. Bunda hozirgi eng aktual trendga chiqib ketgan nima bo'ldi? Bu magistratura uchun e-viza, ya'ni elektron viza olish jarayoni juda ham osonlashib ketdi. Bu universitet tomonidan immigratsiyaga registratsiya qilinib, immigratsiya orqali viza olish dasturi. Bu yerda hech qanaqa elchixonaga kirib, suhbatdan o'tib, boshqa hech qanaqa muammo bo'lmaydi. KDV banshot, yillik daromad, qanaqadir kadastr hujjatlari, hech qanaqa narsa kerak bo'lmaydi. Maqsadi magistratura o'qimoqchi bo'lganki, qo'lida bakalavr diplomi bor student bo'ladigan bo'lsa, hech qanaqa muammosiz alhamdulillah viza olish jarayoni ancha yengil kechyapti. Birgina kuzgi semestrda natijasini olib qaraydigan bo'lsak, yuzlab talabalar viza olgan. Yuzlab talabalar hozir Koreyada o'qishyapti. Bu jarayon yana qancha davom etishi aniq emas. Balki bahorgi semestr oxirgisi bo'lishi mumkin. Lekin hozirgi jarayonda viza olish eng oson dastur magistratura e-viza dasturi deb hisoblagan bo'ladi.